Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz bugun piyodalar yo'lakchasi haqida gaplashamiz. Haydovchi ham, piyoda ham bilishi kerak bo'lgan muhim qoidalar haqida. O'tgan videomizda piyodalar yo'lakchasi haqida gaplashgan edik. Sizlardan juda ko'p fikr va savollar keldi. Bugun esa o'sha mavzuda eng ko'p uchraydigan holatlarga yanada aniqlik kiritamiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu yerda aytiladigan maslahatlar har kuni rulda yuradigan har bir haydovchi va har bir piyoda uchun juda muhim. Birinchi masala. Tasavvur qiling. Bir odam piyodalar yo'lakchasining chetida turibdi, lekin u yo'ldan o'tmoqchi emas. Balkim kimnidir kutayapti yoki telefonda gaplashyapti, ammo kamera uchun u xuddi yo'ldan o'tmoqchi bo'lib turgan odamga o'xshaydi. Haydovchi esa ikkilanib qoladi. O'tadimi yoki o'tmaydimi? Agar haydovchi o'tib ketsa, kamera uni qoida buzar deb qayd etishi mumkin. Yo'q, aniq qoida buzar deb qayd etadi. Chunki ana shu yo'lovchiga yo'l bermading deydi. Lekin aslida u yo'lovchi yo'lning narigi betiga o'tmaydi. O'tish niyati ham yo'q, faqat birortasini kutib turibdi, bo'lsa birorta tanish mashinani kutib turibdi. Shuning uchun hurmatli piyodalar, agar siz yo'ldan o'tmoqchi bo'lsangiz, o'tmoqchi bo'lmasangiz, iltimos piyodalar yo'lakchasining eng chetida turmang. 1-2 qadam orqaroqqa o'ting yoki bo'lmasa yonboshga 3-4 qadam piyoda yo'lakchasigacha bo'lgan joyda turing yoki 3-4 qadam oldinda turing. Shunda haydovchi ham adashmaydi, siz ham noqulay vaziyatga tushmaysiz. U yerda turadigan bo'lsangiz, haydovchilar biladi siz o'tmayotganligingizni, lekin kamera bilmaydi. O'tib ketaveradi, peshoboddan to'xtamasdan o'tib ketaveradi, qator shtraflar yozaveradi. Bu kimga kerak? Bu haydovchining cho'ntagiga ziyon. Har bir oilada bunday haydovchilardan bir nechtalari bor. Hammani siz ana shida turib olib, hammani jarimaga tortayotgan bo'lasiz. Bu juda oddiy ish, lekin ko'plab tushunmovchiliklarni oldini oladi. Endi ikkinchi masala, bu ham juda muhim masala. Bu gapim ayniqsa sog'lom va yosh piyodalarga. Albatta qonun siz tomonda. Haydovchi sizga yo'l berish shart. Svetofor yo'q bo'lgan chorrahalardagi yoki chorraha bo'lmagan yo'l ustidagi piyodalar o'tish joyida, u yerda svetofor yo'q. Piyodalar o'tish joyida birorta piyoda keladigan bo'lsa, majbur to'xtab turishga majbur bo'lib to'xtab turiladi haydovchilar. Agar svetofor ishlasa ekan, svetoforga qarab haligi yo'lovchilar ham shoshiladi. Qizil chiroq yonib qolmasin menga deb yo'lovchilar ham shoshiladi. Nimalar ham biladiki, haydovchilar qizil mashi o'ziga ko'k chiroq yonishiga yurishni boshlaydi. Yo'lovchi peshahod nimadami o'tkazib yuboradi, bo'lmasa peshahod yo'lovchi o'rtada, yo'lda o'rtasida kutib turaveradi. Bu holatda kameralar haydovchiga jarima yozmaydi. Svetofor yo'q holatda aytyapmiz biz. Svetofor yo'q holatda haydovchi yo'lovchiga yo'l berishi shart. Lekin o'zaro hurmat ham kerak. Ayrim mashinalar to'xtab turganini ko'rib, juda sekin, bemalol yurib o'tib ketadi. Telefonda gaplashadi, bir-biri bilan ha qilishadi, bemalol. Yo'l menikida, turasanda deb yana ikkiyoqga mana shu chap tomoniga qarab qo'yadi, turgan mashinalarni ko'rib, yo'l menikida, o'tib ko'rchi, shtraf yoziladi deganday juda bemalol o'tadi. Bu esa haydovchilarning asabiga tegadi. Agar sog'lig'ingiz yaxshi bo'lsa,
imkoniyatingiz bo'lsa, yo'lakchani ortiqcha ushlab turmasdan oddiy va tezroq qadam bilan o'tib keting. Bu bilan siz hech narsa yo'qotmaysiz, faqat yo'lni tirbandligini oldini olasiz. Lekin orqangizda turgan o'nlab haydovchilarning vaqtini tejagan bo'lasiz. Albatta, qariyalar, nogironligi bo'lgan insonlar, homilador ayollar yoki yosh bola yetaklagan ota-onalar haqida gap boshqa. Ular bu yerda hech kim shoshirmasligi kerak, ular shoshirmaydi ham, kutadi haydovchilar. Lekin sog'lom odam, yosh, sekin mana shu o'tib turadigan bo'lsa, ancha asabiga tegadi. Haydovchilar ham u haligi juda bir asabiylashadi. Eng muhimi, yo'l harakatida kimdir yutishi emas. Hamma omon manziliga yetib olishi muhim. Bir-birimizga ozgina hurmat qilsak, ham haydovchi yutadi, ham piyoda yutadi. Eng asosiysi, baxtsiz hodisalar kamayadi. Agar ushbu videoni foydali deb hisoblasangiz, iltimos like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bu videoni boshqa haydovchilar ham yo'lovchilar ko'rishi uchun yaqinlaringizga ulashing. Balki aynan shu video kimdir jarimaga tushmasligiga yoki yo'l transport hodisasini oldini olishga sabab bo'lar. Haqiqatdan hurmatli haydovchilar, like bosing, obuna bo'ling, ko'pchilikka tarqating. Yo'lovchilar, sizlar ham nimaga? Sizlar ham ana shunday qiling, chunki sizning oilangizda ham yo'q deganda bitta va birdan oshiq haydovchilar mavjud. Bor hozirgi zamonamizda. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.